Bismillahirrahmanirrahim. En güzel maqtaşlar ve en isil mediyeler alemlerin yaratquchisi ve yegane Rabbi bo'lgan Allah Ta'alaga xosdir. Allah Ta'alani chin qalbimdan mediyelayman. Uningga hamd sano aytaman ve shukr qilaman. Haq dinni bizlarga yetkizgan suyimlik payg'ambarimiz Hazreti Muhammad alayhissalomga durud, duo ve salam yollayman. Onun ail tavabatlarına, sahabelerge ve ta kıyametkice onun yolunda mangan Müslüman qeyrindaşlarga bəxt saadet tileymen. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik okurmenlerimiz. Emdi huzurunlağa bəxt saadetinin 40 retsipı namlıq kitabımızını okup berişini davamlaştırırız. 31. retsip her bir işini qitirqinib qılın. Dinning 3 ma'nosi bo'lib, ular iman, islom ve ihsondan iboratdir. İhsan degan söz Arab tilida yaxshilik qilish va ishni qitirqinib qilish degan ikki ma'noda keladi. Ammo ihson iymonning martabasi qatorida kelganda ishni qitirqinib qilish degan ma'noni ifodalaydi. Qur'oni Karimdagi "Allazi ahsana kulla shay'in xalaqahu", ya'ni Alloh har narsani mukammal yaratgan zotdir degan oyat bu ma'noni ifodalaydi. Chunki arab tilidagi ihson degan so'z har bir ishni qitirqinib qilish, puxta o'rindash, kamolatga yetkazish degan ma'noni ifodalaydi. Bir kuni Jibril alayhissalom payg'ambar alayhissalomning oldiga odam suratida kelib, uningdan iymon, islom va ihson to'g'riliq so'raganda, payg'ambar alayhissalom iymon va islomni bayon qilib bo'lib, ihsonni Allohni ko'rib turayotgandek ibodat qilishingdir. Garchi sen Allohni ko'ramisanmi, Alloh seni ko'rib turadi deb tushuntirgan. Bu ihsonning ibodatdagi ma'nosidir. Bu shuni ifodalaydi-ki, odam ibodatni Alloh taolo meni ko'rib turadi. Men uning huzurida turibman degan e'tiqod bilan qilgandek, din va dunyolikqa munosabatlik har qanday bir ishni shundoq qitirqinib qilishi lozim. Uning har vaqt Alloh taoloning uni kuzatib turganligini bir minutni esidan chiqarmagan asosda ish ko'rishi talab qilinadi. Mümin odam har bir ishni Alloh taolo meni va qilayotgan ishimni ko'rib turibdi degan qanoatda chin ixlos bilan qitirqinib voyaga yetkazib qiladigan bo'lsa, u mu'minlikning eng yuqori pallasiga yetgan bo'ladi. Bundaq kishi Qur'oni Karimdagi "Innalloha ma'allazina taqaw vallazina hum muhsinun", shaksizki Alloh taqvoli qilg'uchilar va qitirqinib ish qilg'uchilar bilan birgadir degan oyat tilga ilinganlar qatoridan o'rin olgan bo'ladi. Allah Taala bu oyatda o'zining ishni qitirqinib qilg'uchilar bilan birga ishganligini bayon qilgan bo'lib, Allah Taala bilan birga bo'lish martabasiga yetgan bandalarni himoya qiladi, qo'g'daydi va ularga yordam qiladi. Demak, muhsin, ya'ni ishni qitirqinib qilg'uchi degan sifat mu'min degan sifatdan xos sifat bo'lib, har qanday muhsin mu'min deyiladi. Ammo har qanday mu'min muhsin deyilmaydi. Amal ibodatlarni rasmiyatga o'xshashlik qilib qo'ydigan, o'zining din va dunyolik vazifasini qo'lining uchida o'rindab qo'ydigan odam na Alloh taolani, na insonlarni rozi qilolmaydi. Bundaq odam hech kimning olqishiga erisholmaydi, hech kimning suyishiga loyiq bo'lmaydi. Bundaq odam dunyo va oxiratda ziyon tortadi. Hikoya qilinishicha, bir qurilishchi ma'lum bir binokorlik shirkatida uzun yil ishlab, oxiri dam olishga chiqadigan vaqti keldi. Şunun bilen o kişi şirket lideriga o'zining dam olishga chiqish iltimosini sunibdi. Biroq lider uning iltimosini qabul qilish bilan birga uningdan yaxshi bir uy selib berib, ondan dam olishga chiqishini o'tinibdi. Qurilishchi yo'q diyamaganligi uchun majburiy holda ma'qul debdi va shu uyni tezroq bitkizib berib, shu liderning ko'zidan yiroq bo'lib dam olishga chiqishga oldirabdi. Qurilishchi dam olishga chiqishga oldirab turganda liderning uningdan oxirgi qitim bir uy sep berishni talab qilganligi uningga qat'iy xushyoqmagan bo'lg'achqa qo'lining uchida qilib berib puturib berishga boshlabdi. Qurilishchi uyga ishlatadigan materiallarni yaxshi tanlamabdi. Azon materiallarni ishlatib, uyning ulini mustahkam qilmay, tomlarini agri bugri qilib, uyning qurilishiga qilch ko'ngil bo'lmay, bo'lishiga ishlabdi. Uyni plandan burunla puturib chiqibdi. Uyni bitirib bo'g'iniga xushal bo'lgan qurilishchi atisi liderning ishxonasiga aldirash kirib kelib, "Bo'ldi, uy bitdi. Mendan bu oshqushni elib, meni dam olishga qo'yib bergaysiz", deb oshqushni liderning oldiga qo'yibdi. Lider birdan turib olgandan keyin qurilishchiga qarab, "Ha, bo'pti. Tizlib bitirib chiqibsiz. Biz bu uyni aslida sizning shirkatimizga atagan 40 yillik amgikingiz badaliga sizga hadiya qilish uchun soldirgan edik. Oshqushni eling. U uy sizning. Yaxshi o'ltirib dam eling", debdi.
Bu chaqda qurilishchi uyini qo'lining uchida silib, o'zini oldiganligiga qattiq pushaymon qilib, qo'llarini tishlabdi. Ammo bu chaqdagi pushaymon nimaga asqassin? Siz oxiratda Alloh taolaning oldida mushi hikoyadagi qurilishchiga o'xshash pushaymonni og'ili qoch topolmay qolsangiz qanday qilasiz? Buni o'ylab ko'rdingizmi? Bu dunyo bizning oxiratligimiz uchun ishlaydigan maydondir. O'zimizning oxiratdagi turalg'imizni mushu dunyoda iymon va yaxshi amalni xom material qilib turib o'zimiz qurib chiqamiz. Turalg'imizni esil qasr qilib selish yoki kapidak oddiylik qilib sep qo'yish o'zimizning ilkidagi ishdir. Chunki har kim o'zining jannatini yoki do'zaxini mushu dunyoda o'zi yaratadi. Demak, din va dunyolikdagi har qanday bir ishni qetirqinib ko'ngil bo'lib, voyaga yetkazib qilish dinning iymon va islomdan keyingi martabasidir. Bu martabaga yetganlar Alloh taolo bilan birga bo'lish sharifiga noil bo'lg'uchilardir. Hozirgi musulmonlarning ko'p sonliqi dunyolik ishlarni saxtalik bilan, ko'z bo'yamchilik bilan qo'lining uchida qiladigan bo'lib qolganlikdan fan texnika ishlab chiqarishda bo'lsin, musulmon emas davlatlardan xilibek orqada turmoqda. Chunki ular ishlab chiqarishga ko'ngil bo'lmaydi. Hatto o'zi ishlab chiqarishga chomi yetadigan narsalarni musulmon emas davlatlardan ep kelib iste'mol qiladi. Ular oxiratlik amal ibodatlarni rasmiyatga o'xshashlik qilib qo'yishga odatlanib qolganlikdan, ularning qilgan amal ibodatlari o'zining axloqiga, yurish turishiga qilch ta'sir qilmaydigan bo'lib qolgan. Buningdan ularning o'zlari qilgan amal ibodatning mevasini ko'ramaganligi chiqadi. Bu dunyoda mevasi va ta'siri ko'rilmagan amal ibodatning oxiratda asqetishi tasavvurdan yiroqdir. Chunki dinimizning peshvolari bo'lgan sahoba-kiramlar Alloh taologa ibodat qilish orqali hayotini tubdan o'zgartgan. Hatto islomiyatdan ilgari o'z qizlarini nomusdan tirik turg'izib yerga ko'miyotgan kishilarmi islomdan keyin axloq fazilatda dunyoga ulgu yaratgan. Ular dunyoning yiroq bir chetida zulmga uchragan qizlarni qutqizish uchun jihodga otlangan kishilardan bo'lib qolgan. Amal ibodat ta'sir qilsa, ana shundoq ta'sir qiladi. Kishilarning hayotini ana shundoq o'zgartirdi. Ammo rasmiyat yuzidan qilib qo'ydigan amal ibodatlar hech kimga ta'sir qilmaydi, hech kimni o'zgartirmaydi. Demak, qo'lining uchida qilib qo'ygan ish yoki dunyoda yoki oxiratda asqatmaydi. Hurmatli o'qirmanlarimiz, vaqt munosabati bilan bugungi darsligimizni mushada oxirlashtiramiz. Kelar qitim ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.